Duadan keyin yuzini silash haqida har xil gaplar bo'lyotdi. Ba'zilar sunnat desa, ba'zilar bid'at deyotdi. Buning eng to'g'ri yo'li qaysi? Günümüzde Müslümanların başına kelayotgan musibatlar, uqubatlar ularning dardi va hol ahvoli hammaga ayon. Shundaq turib, diqqatni shundaq tortishib yurishga arzimaydigan ishlarga burash tentaklikdan boshqa narsa emas. Qisqasi, bu turli talash tortishlarga kirib, energiya sarf qilish bizga ortiqcha. Bilginimizdek duoda qo'l ko'tarish duoning adab qoidalari qatoridagi sunnat va mustahab ishlardandir. Duodan keyin yuzini silash bo'lsa, olimlar o'ttirsida qarash o'xshash bo'lmagan masala. Ularning ba'zilari buni bid'at deb qaragan bo'lsa, yana nurg'ilgan ulamolar bu bid'at emas, balki mustahab bo'lgan amal deb qaragan. Biz bu yerda bu ikki ko'z qarashning kuchligi bo'lgan duodan keyin yuzini silash bid'at emas degan ko'z qarashni tanlaymiz. Chunki bu vaqtda sahih hadis bo'lmasa-mu, zaif hadislardan bir nechisi kelgan va bu hadislar bir-birini kuchlantirib hasan darajasiga yetadi. Natijada duodan keyin yuzini silash sunnat yoki mustahab bo'ladi. Bu to'rt mazhabga vakillik qiladigan qarash bo'lib, mashhur hadisshunos va faqihlardan Imom Ishaq ibn Rahuvay, Bayhaqi, Navaviy, İmam İbn Hajar Asqalani, Suyuti, San'ani ve Şavkani rahmetullahi alayhilar mushu qarashni tanlagan. İmam Ahmaddan bir rivoyatda yuzini silganligi kelgan. Yuzini silash bilan duoning o'rtasidagi munosabat yana mundaqmi tahlil qilingan. Alloh taolo duoga ko'tarilgan qo'lni quruq qaytarmaydigan bo'lg'achqa, duodan keyin qo'llarga rahmat tushgan bo'ladi. U rahmatni badan a'zolarining eng hurmatlandigini va eng izzatli bo'lgan yuzga surish munosib keladi. Demak, duodan keyin yuzini silash ikki aloqani yaxshilik bilan liq to'lgan va uni yuziga qo'ygandan iborat umidvorlik va bishorat elishni ifodalaydigan ishdir. Bu vajidan yuzni silash duo qilguvchining holatiga mos keladi. Yig'ib aytganda bu masalada ulamolar orasida ana shundoq qarash o'xshashmasligi bor. Ya'ni kelib joiz va mustahab deganlarning hadis va salaflarning ish izlaridan asosi bor. Hamda burundan islom dunyosida omu xosning buningga amal qilib kelayotganligi al jahonga ma'lum turib, duodan keyin yuzini silganlarni bid'at ish qilding deb ayiblash behuda. Silashga qanoat topmaganlar boshqalarni ayiblamasdan o'zining to'g'ri ko'rgani bo'yicha ish qilsa bo'ladi. Ayiblash to'g'ri kelsa, o'zini musulmon sanab turib, yaratquchi Parvardigoriga sajda qilib baxmaganlarni, o'zining bandiligini aslab, qo'lini duoga ko'tarib baxmaydiganlarni ayiblash lozim. Vallohu a'lam bis-savob.